Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003 yili 11 oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 21-bob. O'tliq qasam. Hijriya 1273 yili Zulhijja Arafat iyining 25-kuni, milodiya 1857 yili Qurban hayitidan 15 kun o'tganda Atiganda To'xti Hasan Turk bilan oldingi kundagi urush tayyorligi to'g'risidagi tadbirlar ustida so'zlashib o'ltiratdi. Chorlig'uchi yigitlar kiyinishi qalandarlardek taqi turqidan millatinimi farq etgili bo'lmaydigan 30 yoshlar o'pchorisidagi soqol burutsiz bir odamni bog'lab ilib kirdi. "Doklad!" dedi chorlig'uchilarning boshlig'i. "Yigitlarimiz tekshirishga chiqqan edi. Keçide qo'shinimizdan 3 odam ayrilib, Tirak bog'ning orqasi bilan mengib, sepilning tuviga borganda, birisini sepildan arqon tashlab ilib chiqib ketibdi. Yana birisi yerdan yerim ko'tarilganda o'q tegib o'libdi. Buni bo'lsa tirik tutib kepti." "Ismi nima?" dedi To'xti so'roq qilib. "Salmon." "Nima odamsan?" "Tingtingchi. Kimning? Xabar ambalning. Naga bording? So'zla." To'xti dast o'rnidan turdi. "Qo'zg'olonchilarning ahvolini egiligili kelgan. Eliq ikkisi nima odam? Uchimiz o'xshash. Ahvol egilab nima qilmoqchi? Asosliq yo'qotish tochkasini aniqlab, hujum qilmoqchi ekan. Qachon hujum qildi-kan?" So'roq tugamasdanla gumburlab zambirak tayfu etilishga boshladi. Orqadan miltiq ovozi va cheriklarning o'z tillari bilan bir nimlarni deb varaqirashlari anglandi. To'xti. "Itibat bu malonni!" deb Salmonni chorlig'uchilarning boshlig'iga topshirib, jangchilarning qishiga yurib ketdi. Bu chog'da nurg'un odam tunugunki o'rinlashtirish bo'yicha atrofdagi kentlarga yog'och to'shig'ili ketgan edi. Qaraganda sepildan arqon tashlab tortib olingan hiliqi tingtingchi ma'lumot yetkazish bilan dushman fursatni g'animat bilib hujum boshlagandek qiladi. Qo'zg'olonchi qo'shinmo darhol o'zini o'nglab jangga otlandi. O'qiyotchilar piyoda jangchilarga yo'l ochib, No'ruz do'ngga qaratib o'q yog'dirdi. Tunji o'q sepil ustidagi fuqarolarni jangga da'vat qilayotgan hojining peshonasiga tegib, jinnini jahannamga yo'lladi. O'qiyaning o'qi ko'pligidan No'ruz do'ngga do'linib ketdi. Ammo o'qni kim atqanligini, nadin kelayotganligini bilgili bo'lmaydi. Dushman tarafning andishiga tushganini sezib qolgandek, qo'zg'olonchi qo'shin shiddat bilan hujumga o'tdi. Qo'rqqan avval mush ko'tarar degandek, sepil ustidan zambirak, tayfu, to'pang etish davomlashyotdi. Har ikki taraf ig'ir qurollarni to'xtatmagan edi. Qo'zg'olonchi qo'shin shundoq jang qildiki, o'q tegib birsi yiqilsa, o'rniga 10 kelib saplanadi. Necha yuz kishi palang ko'tarib darvozaga yugurishdi. Dushman qismlarimi o't kuchini ko'paytdi. Darvozaga o't tutishib ketgachga jangchilar kirolmadi. Hasan Turk jiddiylashib qoldi. Zambirak o'qlarining tutunlari havoni gerimsanlashtirayotgan edi. Oxir bo'lmay Hasan Turk jangga o'zi otliq otlanib, darvozi xonaqoga qarab chapdi. Dushman taraf qo'mondonlari hayronlik ilkida ko'rdiki, otliq bir odam otni polshiga chaptirib, gohi dum yetib, gohi o'ri turib, g'oroy badanini gohi o'ng tarafga, gohi so'l tarafga tashlab o'q tekkizmay, so'l qo'lida tizgin, o'ng qo'lda miltiq tutgan holda sepil ustidagi chiriklardan natchini orqa-orqadan mo'llaq attirdi. Yiroqdan buningga ko'zi tushgan Afirdun o'lar terilishiga boqmay xabar ambalning qishiga yugurdi. Amsatda qapoq darvozasidan 500 lashkar chiqarib, Hasan Turk qo'shinlariga ro'baro qildi. Hasan Turkning otliq qismlari shiddat bilan qo'zg'alib chiriklarga o't ochdi. Hasan Turk chabdastlik bilan egarga qistirilgan nayzini oldi. Chiriklar 4 tarafdan qapsilib, chekinish yo'li uzilgan edi. Qo'zg'olonchilar ularni sur to'qay qilib qo'g'lab, Jahonbog' oldidagi tuzlanga opirishiga
Shundaq dahshatlik jang bo'ldiki, Hasan Turkning oldiga uchrab qolganlarining g'azon to'kilgandek o'limi Ching lashkarlarining kurash irodasini sundiribdi. Hasan Turk har bir nayza urganda, gohilarining qonlari og'izdan shoxini uloq sanqigandek etilib chiqsa, gohilari nayzining zarbida xili nerga qonqib tushadi. Hasan Turk jangda go'yo tankidek yo'l echib mangsa, jangchilari uningga agishib, bo'randek ilgirlaydi. Cheriklar qochqan bilanmi shaharga kirolmaydi. Darvozani ochsa, ulardan baldur qo'zg'olonchi qo'shin kiraverishdan ansiraydi. Shundoq qilib Chin qismlaridan birsimi qolmay yer tishladi. Zambirak, tayfu, to'pan qatorliq ig'ir qurollar sepil ustini o'qqa tutdi. Chang to'zon, istutaklar yakan osmonini qoplab, quyosh nurini to'sdi. O'qiya o'qidan qo'rqib ketgan cheriklar sepildan bosh chiqarolmay, ko'ngirining daldisida nishonga qarmayla qarsiga o'q chiqarmoqda edi. Mingga yaqin lashkardan ayrilgan dushman burg'achilib chiriklarini yig'di. To'xti boshchiligidagi qo'zg'olonchilar dumboq chilib g'albisini tabrikladi. Har ikki taraf etishishdan to'xtadi. Xabar ambal bilan Afirdun ata yana urush qilishni yoki mudofaada turaverishni texicha qaror qilmagan edi. Bugungi urushning chiqimi xabar ambalning ichini etishtiribdi. Zambirak tayfudan etilgan har bir pay o'q go'yo o'z mushti o'z beshiga tekkandek tuyg'u beradi. O'zimdan o'tgan, qo'limdan ketgan degandek qo'zg'olonchi qo'shinning tadbirlariga aldinib, tayfu, zambirak, to'pang, miltiq, ta'minot qatorliqlarni qo'ldan ketkizganning tashoyinida 3000 lashkarning jiniga zomin bo'lmagan bo'lsa, qo'zg'olonchi qo'shinlar bugünkidek kuchlanib ketolmagan bo'ladi. O'zini dana chag'lab, hech kimga tang qilmaydigan ahmaq sang'un o'z tig'ini o'z qo'li bilan ko'ksiga urdi. Buni Afirdun va boshqa baglardan tartib cheriklargacha obdan biladi. Xabar ambalmu dardini ichiga yutishga majbur edi. Qo'zg'olonchi qo'shin ehtiyot yuzidan turar gohini tingtingchilar ko'rgan joydan 2 yo'l beshiga yo'tkidi. Andin kechini qo'ldan bermay harakatga kelib, atki jangga tayyorlik qildi. Qo'zg'olonchilarning yiroqlab ketayotganligini ko'rgan xabar ambal bo'lsa, darvozani ocholmaganga ichi pushib, to'polonchilar shaharga hujum qilishdan voz kechdi bo'lg'ay deb faraz qildi. Ammo u qo'zg'olonchilarning puxta tayyorlik ko'rayotganligini bilmaydi. Kech kirish bilan urush to'xtagandek vaziyat shakllangan bo'lsa-mu, kecha yanada jimjit emas edi. Kutilmaganda o'qya o'qlari tekkan chiriklarning ayyolishi pat-pat anglanib turadi. O'qning nadin kelayotganligini, kimning atqanligini hech kim bilmaydi. Lashkarlar hozirlab peshonasiga o'qya o'qi tegib, jinidan juda bo'ladigandek dakka-dukka ichida tangni aran atqizdi. Tang yo'rganda bosh ko'zlari yerilgan, o'qya o'qi sanjilgan o'liklar malaxdek yotadi. Nimjonga aylangan necha yuz chirik ingrishatdi. Bu hol sepil ustidagilarni andishiga silib, shu soatdan boshlab oldi tarafga shahar xalqini o'tkazdi. Cheriklar sepil ustidagi o'liklarni yig'ishtirayotganda, shaharning 4 atrofini qurshab, necha minglagan qurolliq odam yetib keldi. Odamlarning ko'pligidan Yakan shahri go'yo qaynamga cho'kib ketayotgan kemiga o'xshaydi. Ko'zga ilmagan putqa cho'moq yoki xasni sal chag'ilsang ko'zingga kirar degandek shuncha ig'ir qurollar qayrilib qilib, o'qya o'qlari Afirdun Vangning beshini aylantirayotgan edi. Chin qo'shinlari esini yig'ishga ulgurmay turganda, qo'zg'olonchi qo'shin to'pandek besib keldi. Bir kamda bir ravaq paydo bo'ldiki, shakli madrasadagi pashtoqqa o'xshaydi. Odamsiz mingib darvoza tarafga kelyotdi. Buni ko'rgan dushman qismlarining hayronligi eshib, ko'rayotganining qandoq narsa ekanligini farq etisholmadi. Ravaq bo'lsa barg'ansiri yiqillaverdi. Ayon bo'ldiki, bu butunlay yog'ochdan yasalgan ekan. Yana nurg'un un sanduqi va taxtaylarmi bor edi. Qo'zg'olonchilar bularni
to'p-to'piga tizibla potayga barobar qilib qo'pirib chiqdi. Buning ichiga kirib bemalol urush qilg'ili va sepil ustiga chiqqili bo'ladi. Hatto ichiga tayfu o'rinlashtirisimu aplik edi. Afirdun buningmi yog'ochdan yasalganligini bildi. Dushman tarafmi o't qo'yish uchun o'qdan mudofaa ko'radigan mushabahat yasagan edi. Eskartish. Mushabahat bir-biriga o'xshash, o'ttirsida orliq bor narsa. Ko'chma ma'nosi ikki tarafi to'smiliq o't qo'yish quroli. Afirdun Wang buyurdi. Yuraklik dilovarlardan 500 kishi mushabahat bilan dushmanning narsalariga yog' chechib, o't qo'yib ko'dirvatsin. Shunda qilib, chiriklardan necha yuzning qo'g'dishi bilan bir nechasi chaqmoq tezligida yog'och potayga yetib berib, yog' chechib o't yiqitib qochdi. Ko'zni yumib ochqucha oraliqda ravoq bilan yog'och potay kuyib ketdi. Ang'ocha qo'zg'olonchi qo'shin taraf-tarafdan shotalarni ko'tarib kelib, sepilga qo'ydi. Qo'llarida palta, bozg'an barlar darvozai masxirani chiqishga boshladi. Yana bir bo'lib qo'shin Sutlik mazar tarafga yurish qilib, g'azab bilan hujum boshladi. Dushman bu yerga oldin odam o'rlashtirgan edi. Qo'zg'olonchilar shota orqali sepilga chiqishga boshlaganda, ustidan tosh kesaklarni tashlab zarba berdi. Mas'ul bey nido qilib, kimki shotin tartib sepil ustiga olsa, hozirning o'zida ochliq va kumush bilan mukofotlandi, deb e'lon qildi. Pulning qiziqtirishida birdamning ichida nechisi o'q tegib o'ldi. Qo'zg'olonchilar orqa-orqadan shot keltirgan bo'lsa-mu, osh bilan pulning qiziqtirishi yoki zo'rliq ostida sepil ustidagi tosh kesak yog'dirdiganlar ko'payib, qo'shinni zodila ilgirlatmadi. Bir turkum chiriklar goh sepildan chiqib hujum qilib, goh qechib ketib, qo'zg'olonchilarni gangirtib qo'ydi. Hasan Turk g'azabdan yerilg'idek bo'lib, jangga kirmoqchi bo'ldi. Siz kirmang, to'xti. Hasan Turkni to'sdi. Dushmanning goh qechib, goh chiqib yurishida o'p-o'chiqlar nerang bor. Bizni g'azablantirib, qo'shindan ayirib chiqib, bir-birlab yo'qotishni ko'zlayotidi. Qo'shin chekinsin. Ammo Hasan Turk buningdek jangda o'zini zodila tutolmaydi. Dushman cheriklari yana sepildan chiqib ilgirlayotdi. Hasan Turk to'ruq arg'amoqni minib, qo'g'lab yetishib, g'azabda chanashqa boshladi. Birdamdala ikki pora bo'lgan, put-qo'llari uzilgan chiriklar birer yuzga yetdi. Qolganlari o'lar tirilishiga boqmay qechishqa boshladi. Hasan Turkning yigitlari bo'lsa, o'ng so'l tarafdan shiddat bilan ilgirlayotdi. Afirdun aslida Hasan Turkni ayirib chiqish maqsadida bu tadbirni qo'llangan edi. Hasan Turkning yaqin kelishini kutib turgan yuzbeshi yenidagi chirikka Hasan Turkni ko'rsatib turib varqirdi. Ot! Shu an uzilgan o'q tegib, ot yiqildi. Chiriklar shiddat bilan o'qqa tutib turdi. Yuzbeshi yana varqirdi. Beshini ilib chiq! Qo'zg'olonchi qo'shin jangchilari yetib kelguncha dushmanlardan nechisi tushib, Hasan Turkning jasadini sepil ustiga achiqib ketdi. Beshini kesib beringlar, dedi Afirdun yiliqi yuzbeshiga. Patnos ilib kelinglar. Ko'zni yumib ochqucha oraliqda bir patnos keltirildi. Afirdun Wang Hasan Baturning beshini patnosga ilib xabar ambalning qishiga mangdi. Bu chaqda xabar ambal Hasan Turk va dehqon qo'shinlarining baturligiga hayronu has bo'lib turadi. Afirdun, janoblari degenicha hijiyib berib, patnosdagi boshni oldida qo'ydi. Bu kim? So'rdi xabar ambal. Hasan Turk degan shu. Kallaning ko'zlari ochiq bo'lib, xuddi hayot vaqtida g'azablanayotgandek qo'rqinchli edi. Xabar ambalning yuragi qartida qildi va shu an chetga qarab oldi-da, qo'lini shiltidi. "Oparinglar, janoblari", dedi Afirdun. "Uning beshini esib qo'yayli, tinini parchalab janoblarining ishlariga tashlab berayli. 6 sharlik lomodalarning adibini shundoq berish kerak." Hasan Turkning o'limidan keyin qo'zg'olonchilar ichida kutilmagan qalaymag'anchilik yuz berdi. Sap patparaq bo'lib, butun qo'shin Hasan Turkning intiqomini olish uchun o'lar terilishi bilan kori bo'lmay darvozaga qarab etildi.
Düşman sepil ustida turib, bir-birlab chanlab etivergachga, yigitlar arqa-arqadan qurbon bo'ldi. To'xti darhol qo'shinning jangdan chekinib chiqishiga buyruq berib, dumboq chaldirdi. Jang vaqtincha to'xtab, Hasan Turkning yigitlari ko'zlari qizargan holda qaytib keldi. Shu oraliqda Hasan Turkning beshi sepil darvosining ustiga bekitilgan egiz xodining uchiga eslagan edi. Bu hol dushmanning inson qalbidan chiqqan rahimsizligini isbotlab, qo'zg'olonchilarning o'chmanligini texmo kuchaytiryapti. To'xti, kichik Axun qatorliqlar jonjigar sabdishi, qo'zg'olonchi qo'shinning turiki, palvon Hasan Turkka cho'nqur motam bildirib, ko'z yeshi qilishdi. Qarong'u tushgandan keyin odam tashkillab jang maydonidagi jasadlarni tepib, tong otqucha dafn qildi. Andin qo'shinni orqaga chekindirib, ikki yo'l beshiga apardi. Jiddiy yig'ilish qilib, keyingi jang to'g'riliq maslahatlashdi. Poskam, Qag'iliq, Guma, Do'lan qatorliq joylardagi zapas qo'shinni muvofiq ixchamlab, qolganlarini jiddiy ilib kelishga odam mangdirdi. Xabar ambal bilan Afirdun bo'lsa, Hasan Turkning o'limidan keyin qo'zg'olonchilarning jangdan rayi yandi deb o'ylashyotdi. Qo'shinning musibatni kuchga aylantirib, intiqom olish uchun tayyorlik qilayotganligini bilmaydi. To'xti Hasan Turkning fojiasidan keyin gavdasining yarmidan ayrilgandek bo'ldi. Hasan Turk chala savat bo'lsa-mu, nurg'un ishlarda tajribalik bo'lib, ko'z qarashlari to'xtiga yoqatdi. Hasan Turkning qurbon bo'lishi qo'zg'olonchi qo'shin uchun cho'ng yo'qotish bo'lgani bilan qo'shinning dushmanga bo'lgan g'azab nafratini kuchaytirib, jangovarligini hasillab oshirgan edi. O'zlarining milliy qahramoni, rahbari, janglardagi sabdishi Hasan Turkning sepil ustidagi xodiga esiqliq beshi go'yo hammaylarni jangga chaqirayotgandek ko'z oldidan neri ketmaydi. Minglagan fidoilar uning uchun hasrat chekib turganda, To'xti boshliq qo'mondonlar qo'shinni aralab jangchilarning kayfiyatini egildi. Andin To'xti zambirakning ustiga chiqib, miltiqini egiz ko'tarib turib dedi: "Qarindoshlar, biz bugun dushman qo'shinlarini zo'r chiqimga uchirtib, 1000 dan ortiq odamni yo'qotgan bo'lsaqmi, 1000, 10,000, hatto 100,000 odamga tang qilg'ili bo'lmaydigan palvonimiz ham yo'lboshchi rahbar Hasan Baturdan ayrildik. Dushmanlarimiz shundoq rahimsiz ekanki, jasadlarimizdanmi o'ch ilib, badanlarimizni parchalab, ixtashlab bersa, boshlarimizni esib qo'yib, xalq olam oldida xo'rladi. Mana bu qisosni jazman ilishimiz, avloddan avlodga vasiyat qoldirishimiz, jumladan dushmanning yovuz xuy paylidan qarindoshlarimizni abadil abad ogohlantirishimiz lozim. Biz butun kuchni markazlashtirib, Yakan shahrini ilib, Hasan Baturning beshi eslagan xodiga Afirdun va uning xo'jayinlarining beshini esib, oltin tuproqlarimizni iflos oyoqlarning zulmidan qutuldirishimiz kerak." Necha minglagan qo'shin birdek ovozda tovlashdi. "Yo'qolsin Afirdun vang, yo'qolsin milliy zulm, dushmandan intiqom olayli, yoshsin milliy ozodlik kurash." Shuarlar atrofni zilzilaga keltirdi. Har qaysi qismlarning jangchilari pansatlarning atrofiga to'plashib, "Hasan pansatning beshini qaytirib kelimgicha tomoq yemaymiz, bizga ruxsat qiling, hozirla jangga chiqamiz" deb xijil qilishadi. Jangchilar mushundaq ruhiy kayfiyat ichida turganda, charlovchilar guruhisining tengtenchilari otlarini uchqandek choptirib, To'xtining oldiga kelib, otdan sakrab tushib, "Muhim xabar" dedi. To'xti ularni bir chetga opirib, boshliqiga aytdi: "Endi so'zlang. Dushman yordamchi qo'shinlari Oqsuga yetib kelibdi. Valixon to'ra 15 ming kishilik qo'shin bilan Oqsuga hujum qilib, Oqsu daryosining Xonko'rik degan yerida dehqonlarni bulab-talab, ochliq, kiyim-kechak, yotqan ko'rpalargacha qo'ymay yig'ib yurganda, qalmoq, manju va boshqa millatlardan tashkillangan zo'r qo'shinning ili tarafdan Yakanga yordam bergilik kelayotganlik xabari tarqalibdi. Buni anglagan yerli xalq Valixon to'ra qismlarga qarshi chiqishga boshlabdi.
Valixon Töre ili qo'shinlarining o'zlari tarafga qarab kelayotganligini anglab, dehqonlardan o'ch ilishqimi ulgurolmay, Qashqarga qarab qochibdi. Dushman qo'shinlari biz tarafga qarab kelayotgudek. Hasan Pansatning degindek bo'pti, dedi To'xti Valixon Töredan nafratlanib. Andin sal xiyol surib turavilib davom qildi. Valixon Töre bu kamga Qashqarda bulangchilik qilayotgandi yoki bulaydiganni bulab Anjanға tikivatgandi. Asnika manga uning 7 xo'ja to'pilingidimi o'zlarini payg'ambar avlodi deb xalqni bulang-talang qilib yurgan 7 qaroqchining Manjular Aqsuga keptimish degan xabarni anglabla to'plagan mol dunyosini ilib qochganligini so'zlab bergan edi. Shunga xo'jalarning gapi chiqsila rahmatlikning arvoyi uchatdi. Yana nima inkos bor? Anglashimizcha, dedi tingchilar boshlig'i To'xtining savoliga javoban. U tarafdagi fuqarolar biznimi Valixon Törening qaroqchilari deydi ekan. Bu bir uqishmaslik. To'xti yenida turganlarga tushundirmoqchi bo'lgandek takshi qarab chiqib dedi. Dastlabki savarlikimiz buningga sababchi bo'lgan. Ayni chog'da Buzrukxon xo'janing nomidan foydalanib, ommani qo'zg'ab olish planimiz to'g'ri edi. Chunki bizda u chog'da qora miltiqdan boshqa narsa yo'q edi. Qora miltiqmo texi yetarlik emas edi. Afsuski, tajribasizlik va ehtiyotsizlikdan Valixon Törening oldiga tushdik. Texmi yomon yeri biz esimizni tepib bo'lg'icha hamma odam oldinib uning itoatiga kirib qoldi. O'zimizdan o'tgan, qo'limizdan ketgan deb bizga mu amal bo'lmadi. Valixonning bizni yakanga mangdirib, hech qanday yordam bermay yetib olganligimi, yo'qolishimizni orzu qilganligini bildiradi. U bizning yakandagi zo'r qo'shinni to'sib turishimizni ko'zladi. Bizmi uning Yangisarning yangi shahardagi Manju qismlarini bosh chiqartmay to'sib turishidan foydalandik. Undaq qilmasak, har ikki taraf mavjud bo'lib turolmaydik. Valixonning maqsadi boylik to'plash, bizningchu erkinlikni izlash. Valixon Töre xalqni qaqshatdi. Bizchu qaqshig'anlarni qutqizdik. Valixon Töre dastlabdila o'zini xon deb e'lon qilib, qo'zg'olonchi qo'shinning oliy huquqini qo'lga kirgizib olganligi uchunla bizning nomimiz uning nomi bilan atilib, nafratlik nomga o'rtoqlashib qoldik. Bu bir uqishmaslik. Xalq kelgusida jazman farq etib oladi. Ahvolman mushundoq. Qandoq dedim? Al-haq rost, dedi kichik Axun. Bu chatoqni topgan odam dalman. Valixon Törening maqsadli qurgan qopqiniga dastlab, uni xato tunib qopdiman. Uning abdi basharisi oshkorlandi. Bilmaganlar bizni Valixon Törening nomi bilan atab, haq-nahaqni ostin-ustin qilishi mumkin. Biz xalqning ozodligi, erkinlik va barobarligi uchun kurash qilg'uvchilar. Bular Valixon Töre, aksiyatchi bulonchilar. Bizning adolat uchun to'kkan pok qonlarimizni xalq dushmani Valixon Törening iflos nomi bilan bulg'atsa adolatsizlik bo'ladi. Tarixning buni jazman farqlandiradiganligiga ishonaman. Bizning erkinlik yo'lida to'kkan qonlarimizni qaralab, Valixon Töre nomi bilan dehqonlarning ozodlik harakatiga tuhmat qilg'uvchilar tarixni burmilg'uvchilardir. Bo'ldi, bu parang shu yergacha bo'lsin. Endi biz bir bo'lik qo'shinni bu yerda qoldirib, asosiy qo'shin Manju qismlarining yo'lini to'sib zarba berish uchun Maralbeshiga yurish qilsin. 105 dan yuqori darajaliklar darhol yig'ilsin. To'xti gapni xuloslab bargohga qarab mandi. Kichik Axun uqtirish qilishga odam tayinlab bo'lib, To'xtining orqasidan agashdi. Shunda qilib 3000 odam yakandan Maralbeshiga otlanadigan yo'lda bo'ktirma qilinib uningga kichik Axun mas'ul bo'ladigan bo'ldi. To'xti 10,000 odamni elib Maralbeshiga yo'l oldi. Yakan shahri qo'zg'olonchi qo'shinning muasirasida bo'lg'achqa xabar ambal yordamchi qo'shinning keladiganligini bilsa-mu, sirt bilan aloqalasholmaydi. Ularning oldi Oqsuga yetib kelganligini texmi bilmaydi. 21-bob tugadi.